Assalomu alaykum akalarimiz, ukalarimiz. Qashqadaryoga 2026-yil kirib keldi. Mana sizlarga qachon kirib kelar bilmayman. Akamiz ham kelib qo'ydi. Akamizni qo'llakini hazillashib ham stolbada o'ylamaylar. Aka nima bilan shug'ullanasiz? Buni ko'tarib olasiz. Qo'lim qaltirayapti-da. Aha. Efir qilishim kerak, antena chiqmay qoldi. 10 ming ismga bilan qaltirash yo'qolmaydi akajon. Nima bo'ladi? Battar Gitar bo'lib qolishingiz mumkin akajon. Shuni davosini toping, izlab keldim sizga Instagramdan. Nakasga tashlagan ekansiz mana shu. Bir shimib ko'rasizmi sizga akajon? Sho'rma. Yo'q, sho'rmas. Sho'rmas. Tushunlik qilmasin deyapman akajon. Qandaydir qiynalganga o'xshayapsiz-da. Nasraylar yo'q. Bashara mehrga zor bo'lyapti-da. Aka qiynalgan odamni beryapti akajon. Haqiqatan ham. Ham ta'minlangan ro'yxatga turmaysizmi? O'shanda chiqib bilaman hozir. Yo'q. Xudo xolasa aka 10 ming simichka bilan aka sizga butun hayotingizni o'zgartirib yuboradi. Turtki bilan simichka akajon. Kelajakda agar shu simichka bilan agar o'zgarib ketib katta odamlar so'rasa, ash simichka o'zgarish bo'lgandek. Simichka sababli o'zgarganman aka. Bekzod 3.194 mi? Albatta. Xudo xolasa qadrdonlarim like bosib kuzatib boringlar. Bundan zo'rlari bor, akamizni ham obunachilari obuna bo'lib qo'llab-quvvatlayveringlar. Akamiz zo'r inson. Hamma sog' bo'lsin, dimoq chog' bo'lsin. Mana aka, nima kerak? Xalqim, aldam